Uy, umrimda birinchi marta samolyotni ko'rishim, seriyozno aytaman. Kiramiz ichkariga. Aviastansiya ochaman. Uy. Menga parashyut beringlar, men sakrayman. O'rtoqlar, xullas biz Kiril obyektga borayotgan joyimizda biz katta samolyotni eshitdik. Mana shu joylashganga akamiz. Haqiqatan katta ekan samolyot, ha? Eng qizig'i, men o'sha bilasizmi, men haybatdan qo'rqaman-ku. Samolyot ash qo'rqinchli ekan lekin. Boramiz yoniga. Wow. Shunaqa bitta samolyotingiz bo'lsa, ha? Vashi bu. Ko'ryaptimi? Shoshma. Umrimda birinchi marta samolyotni yaqindan ko'rishim. Seriyozno aytaman. Zabroshka bor ekan mana bu yerda. Yo'q, Novostorok emasmi? Zabroshka. Boramizmi? Novostorok ekan, aniqmi? Ha, g'ishtlar turibdi tayyor bu. Aniqmi? Ha. Zabroshka anaqa g'ishtlari bo'lmaydi. Uchiramiz samolyotda. Yonib ketib qolsa samolyot, ha, hozir ishlab. Ichiga kir. Eshik ochiq ekan. Uy, umrimda birinchi marta samolyotni ko'rishim, seriyozno aytaman. Men rasmini qo'yganman, lekin bu ishlayotgan ekan. Parragini qarang shuni. Kiramiz ichkariga? Ha. Ketdi o'rtoqlar. Omonxon qat samolyotda deydi. Buni toshlar ag'anab. O'rtoqlar, samolyotga necha endi? Eng qizig'i, bo'pti hisoblaylar, men hozir Dubayga ketdim, Dubay shayxlarini ko'rishim kerak edi. Ya qo'rqaman yopishga kelinglar. Uy. Voy, haqiqiy samolyot bu. Voy buda. Toshkent yordam bering. Chiqingizmi bu? Kamera. Oyog'imni oldi. Uchiramiz samolyot. Ne? Orzum bo'lardi yoshingda, uchuvchi bo'lish. Bu o'tirib vash kira ekan bu yerda. Yo'q. Eng qiziq bu qirib samolyot bo'lgan ekan menimcha. Yo'q. Men bos avtomobillar bor ekan. Uy, burun ikkalasi bitta qilyaptimi? Mana qarab bor ekan. Bos ekan, bilasan, bosib o'qotadi-yu. Ya, endi unaqa emasdir. Nima bo'lishi mumkin bu? Nima turibdi? Nima? Undan qilsa qara, tashqari qarab qaralar ekanmi, ha? Tashqarida. Вообще lekin. Men tormoz ekan mana. Tormoz. Mana nima? Avion bo'lar. Вообще lekin, shuna gazlar bor ekan, gazlar bosib. Wow! O'rtoqlar qaranglar. Eshitsangiz Dubayga yoki Turkiyaga borgan yoki Rossiyaga, любой joyga borgan ketayotgan bo'lsam, o'zimiz samolyotda kran o'sha yerdan boshlaymiz. Shuni shu Omonxon Instagram profiliga yozinglar, masalan, xohlagan davlatga olib boraman. O'tkazchi, o'zing Instagram profiliga o'tinglar. Osmi? Tepalarni Orqasi bagaj ochiladigan joy ekan. Oh! Mana buni qarang, o'rtoqlar, PUBG'da sakraydi-yu. Yashida galasi kelib sakraydi o'sha top. Mana o'sha joy. Mana tushadi keyin. Menga parashyut beringlar, men sakrayman. Lekin niyatim bor, o'sha parashyutni tepadan sakrash. Ketdiga sekin-a. Mana parashyutda tursa kerak. Nega bu? Haqiqiy urush ko'rgan. Menimcha, samolyotda. Короче, blogerlar so'z qo'ydi. Men metan turib o'ynaydim, sotganini. Mana shu so'z qo'yaymi? Eng qiziq o'rtoqlar, biroq kimsa vaqt sizlarga ko'p va'da beraman. Ya'ni hali bekimochoq bor. Hali vashi juda ham ko'p videoni davomini ham olish kerak, lekin niyat qildim. Mana shu tashlandiq samolyotda ham bir kun mana shu polni uxlab qolishni niyat qildim. Ham sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak, chunki bu yerda to'g'risi biz boydan yurgan bo'lsak, shu yerda sezilyapti qanaqadir. Boshqacha как babur urush ko'rgan samolyot, qancha odam bo'lgan bu yerda. Bu tepada uchgan samolyotda bu.